Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum hurmatli yor birodarlar. Ijtimoiy tarmoq orqali bizlarni kuzatib, shu lavhalarni ko'rib turgan yor birodarlar. Alloh barchalarni kelayotgan Qur'on oyi bo'lgan shahri Ramazon muborak oyi bilan muborakbod etamiz. Allah barchalarimizni shunday bir ulug' soatlik kunlarga, marhamatli kunlarga Alloh taolo nasib qilsin. Shu Ramazon tufayli Alloh subhanahu va taolo shunday bugun yaxshi kunga mana ukamiz bizni ham shu narsalarga sherik bo'lsin, shu bir duo qilsin deb chaqirishibdi. Aziz birodarlar, bugungi tadbir mana hozir ko'rib turgandek Alo taksi birodarimizni ochgan, Dostonbekda ochgan ishlari bilan Alloh subhanahu va taolo bu birodarimizni qo'l ostida ishlayotgan shu yor birodarlarimiz, aka ukalarimiz orqali shu Alo taksidan tushgan mablag'dan 20% mablag'ini shu Allohning yo'lida beva bechora yetim yesillarga ajratib, inshaalloh shu Ramazonda oldidan endi qo'ldan kelganicha Alloh taoloning buyrug'i ekan deb Alloh taoloning oldida shunday bir chiroyli xizmatlarni qilib turishibdi. Dostonbek, avvalambor ishlaringizga Alloh taolo omad bersin uka. Alloh taolo sizdan umid qilayotgan onalaringiz yotibdi, qancha nimalar yotibdi. Alloh barchalarga rahmat qilsin. Qo'l ostida ishlayotgan yor birodarlarga kuch-quvvat bersin. Ana endi shu anki Alloh taolo Qur'oni Karim oyatlarida astag'firullah fa ammal yatima fala taqhar deydi. Sadaqallohu azim. Yetim odamlarga qattiq gapirmanglar deydi. Yetimlik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida men yoshlik paytimda yetim bo'ldim, qariganimda g'arib bo'ldim, yetimlarni qadrini men bilaman degan. Shuning uchun aziz mo'min musulmon birodarlar, mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadis muboraklarida sizlar har bir narsani eslatinglar deydi. Eslatishlik mo'min musulmon odamlarga manfaat bo'ladi deydi. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlarda shunday bir ukalarimiz, birodarlarimizni ko'rganda, birodarlar qalbingizda Alloh taolo bir yaxshilikni soladi. Bu narsa qo'lingizdan kelmasa ham qalbingizda yaxshilik bormi? Bilingki siz Alloh subhanahu va taoloning oldidagi yaxshi insonsiz. Nima uchunki sizni qalbingizda bir yaxshilik bor. Meni ham qo'limdan kelganda shunday bir yaxshilikka bir sherik bo'lib qolman degan insonlar qancha. Shuning uchun bizni dinimiz, bizni islomimiz yaxshilik bilan, bir-biriga muruvvat bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rsatganlar bilan kelyapti. Fitralaringdan beva bechoralarga, yetimlarni xabar olgin. Ular ham bir kun bo'lsa ham shunday bir chiroyli uyda qonlari to'ysin deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilgan. Shuning uchun aziz birodarlar, xosqat bersin mana qo'l ostida ishlayotgan ukalarimizga Alloh yo'lda yurasizlar. Mana bola chaqaylardan oshinib, qo'ldan kelgancha ehsonni katta kichigi bo'lmaydi. Ehsonni berishlik, qalbdan xolis chiqarishlik haqiqiy ehson bo'ladi. Qilgan ehsoninglarni Alloh qabul qilsin. Mana 2 yildan beri shu ishni faoliyatini yurityapsizlar. Inshaalloh ishingizlarga barokat berib, Alloh taolo bundan keyingi qiladigan ishingizlarga Alloh fayz bersin, Alloh barokat bersin. Duo qilaylik. Amin. Allohumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim va tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Parvardigorim, qilgan xayr ihsonlarni Alloh taolo beriyo qabul qilgan. Shulardan hosil bo'lgan savoblarni ahli jamoat, shu ishda ishlayotgan birodarlar, ahli jamoat hammalarimizdan umid qilayotganlarni ota-onalarimiz ruhlariga hadoya qildik. Keladigan oylarimizni, Qur'on oylarini barchalarimizga xayrlik qilsin, muboraklik qilsin. El yurt mamlakatimiz tinch, xotirjam yashashlikka Alloh nasib qilsin. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in. Rahmatka ya arhamar rahimin. Yaxshimi? Ishlayapsiz, charchami?